Barchaga salom, efirda men Baxtiyor To'raxonov va bugungi dasturimiz sizga a'lo kayfiyat taqdim etishi aniq. Boisi qadrli mehmonlarimiz bugun studiyamizda. Xush kelibsiz. O'zimiz bayram kayfiyatda qarshi chalaylik. Suhbatimiz avvalida bir fotosuratga e'tiboringizni qaratmoqchimiz. Voy. Assalom, tanidim Umida. O'zgarmaganman. O'shaman. Assalom. Sochlarim molnaqa tushtirishlari. Eng muhimi ko'nglingiz o'sha. Birinchi sinfdagi fotosuratni Umida opa? Meni birinchi ustozim degan vinyetka chiqardi-da. Men eslayman buni fotograf kelgan va biz rasmga tushishni boshlaganmiz. Birma-bir rasmni berishgan, u yoq kelganda, "Yetmaysanmi bugun vinyetkaga tushamiz" deb sochlaringni to'g'rilab qo'yardim men seni deganlar ona. Shu gapni eslayman. Onajoningiz uchun hali ham mana shunday qizaloqsiz. Shunaqa. Durdona ham Vazir opa uchun mana shu fotosuratdagi bola. Voy. Durdonani top degan surat. Voy Vazir opa, hammasi sizni bolalaringizmi? Shuncha bolangiz bor, bekitadigansiz-da, bekitadigansiz-a? Endi mana shu yerda Durdonani qani topinglarchi? Oq ko'ylakdagi qiz. Oq ko'ylakdagi. Mana eng chetida o'ng qo'lda nimadir ushlab turgan. O'tda ana. Ana topdim. Topsamda olib o'tiribman. Voy. Bu katta Voy. qizim Farangizda. O'tana. Voy assalom. Qolganlari jiyanlarim. Lekin barcha farzandlar qatori Durdonaning ham fikricha hammasini o'zi biladi va o'zi eplaydi. Keling bir videoni tomosha qilsak. Oy, siz tushunmaysiz. Oy, hozir zamonga qarab ish qilishimiz kerak. Yo, siz tushunmaysiz baribir ham. Men boshqa narsani o'ylayapman. Siz boshqa narsani aytasiz doim. Yo, o'shani qilsangiz hammasi yaxshi bo'ladi. Bo'pti bo'lmasa, mayli, bo'pti, mayli. Ketdim, mana shu yerda tushib qolaman, ko'fe ichaman. Durdonani gaplari-da. Shunaqami Durdona? Da, shunaqa rostdan Necha foiz haqiqat? 90. Mana hozir ham shunaqa bo'lib keldi. Men boshida ko'nika olmadim bu narsaga-da. Ko'nikkanimga mana 5-6 oy bo'ldi. Qaysi ma'nodaki, yo'q deydigan joyimda o'ylab ko'raman, yo'q sen to'g'ri ekansan deyman. Katta odam sifatida endi qabul qilyapsiz. Qabul qilyapman. Ona bolaning suhbatiga yana e'tibor qaratsak. Durdon! Yechma meni. Oyi. Mana buni qilish kerak. Mana buni anaqa qilmabsan. Mana bitta mana buni olish kerak edi. Olaman, oyi, qilaman shuni. Yaxshi ham bitta men borman. Qilaman, men qilibman o'zi hammasi. Qilaman, oyi. Ayza sizga ham tanish holatmi? Ona va farzand o'rtasidagi har doimgi abadiy muammo bo'lsa kerak deb o'ylayman. Aniq. Yaxshi ham bor ekan Durdona, Yaxshi hamma ham. ishni biladigan, bajaradigan. O'sha bular 3 ta qiz-da. Bularning orasida 6 yil, 11, 13 yil farqi bor. Bularning uyda hammasini o'zini vazifasi bor. Ba'zida bu duch kelib qoladi-da. Hammasini ma'ni qilasan, ma'mini qilasan, ma'mini qilasan deymanda, "Ha, oyi, o'zi men qilaman, o'zi hammasini men qilaman" deydi. Vazir opa o'xshatib berganlarda hayron bo'ldingizmi Durdona? Qanaqa qilib o'xshatyapsan, sen voy, sen aktrisa bilan ketyapsan. Endi asli onalarimiz biz haqimizda hamma narsani bilishadi va o'rni kelganda bilmaganlikka Olishadi-da. Shu o'rinda keling yana e'tiborimizni monitorga qaratsak. Ona bo'lib o'zim ham o'ylab qoldim onamni. Kuylamoqqa tashlab qo'lga olib qalamni. Onajonim umatingiz. Biz katta bo'lgan qishloq Parkentni Changi degan qishlog'i. Mahallamiz o'zi kichkinagina madaniyat qishloqchasi deyishardi, lekin hozirgi kunda quyosh obyekti deyiladi. Katta bo'ldim, san'atkor bo'ldim. Shaharda, poytaxtda chiroyli, hashamatli uylarni ko'rdim. O'zimni kuchim yetadigan davrga kelgandan keyin otamga "Ada, uyni boshqatdan qurib beraymi chiroyli qilib" deganimda otam aytdilarki, "Yo'q bolam, san o'zingga kerak bo'lsa o'zing qilavergan. Poytaxtda bu endi o'g'il bolalar o'zi qilaveradi. Shuna turaversan, o'zi yaxshi" dedilar. Shahardagi hashamatlardan qishlog'imga borganimda u yerda nafas bor-da, hayot bor. Eng asosiysi o'sha xonadonda, o'sha hovlida onam borlar. Men u yerga borar ekanman, onam faqat bir xil holatda ko'raman. Qo'llar shimarilgan, nimadir ish qo'lda yo chelak
yoki bo'lmasa supurgi yoki bo'lmasa ketmon yo lapatka nimadir qilayotgan bo'ladilarda borsangiz. Onalarimiz bor ekan, ko'nglimiz xotirjam. Shunday. Farzandlarimizni ishonib topshirib kelishimiz mumkin. Albatta, Ha, albatta. Aziza. Hozirgi mani holatimni tasvirladingiz. Bilasizmi, o'zim mani oyim qattiq qo'l bo'lganlar, o'qishimga qattiq qaraganlar. Umuman kichkinaligimda bir marta ham maktab qo'yib yuborgan kunim bo'lmagan. Kasal holatimda ham jo'natardilar. Lekin hozir nevaralarga umuman boshqachalar. Juda yumshoq. Oy aytaman, oy shunaqa ham bo'lar ekansiz. Aytadilar, o'zingni nevaralaring bo'lganda men tushunasan. Bu chunki sani kichkina varianting. Barcha onajonlarimiz baxtimizga sog' salomat Albatta, bo'lsin har va doim. dasturimiz davomida Umid opa ularga atalgan chiroyli qo'shiqni tinglasak. Bu qo'shiqni nima uchun kuylaganman? Farzandim tug'ildi, Hamidilla. Onamlarni iltimos qildimki, men bilan kelib yashasinlar, jon iltimos. Men chunki xalq xizmatidan bo'shamasdim. Onam qarab bersinlar. 2 yil men bilan yurganlar. O'shanda eslayman, xizmatdan kelgandan keyin kechqurun qo'limga tegardi-da. Bir kun rosa yig'iladi. Onam yo'qlar, uyga ketganlar. Kechqurun kelsam, endi chirillab yig'layapti. O'tolmayman, o'zim charchab kelganman. Keyin nima deysan? Nega yig'laysan? O'tolmayman-da. Misol uchun har tomonlama o'tolmayman. Keyin qo'shnimni chaqirib tushdim. Mas'ud ayamiz o'g'limni katta qilib bergan. Onamdan keyin qaraganlar-da. Darrov tushib yog'larni qizdirib, qorinlarini silab ketdilar. Tinchidi-da u bola. Keyin men aytdim o'zimga o'zim, 6 ta bo'lganmiz-da. 6 ta bolani shunaqa hech qanaqa enagasi katta qilganlar. Bechora onaginam shunaqa narsalarni boshlaridan o'tkazgan ekanlar-da, deb onamga aytganman, onajon, endi tushundim. Sizga rahmat. Ona bo'lib o'zim ham o'ylab qoldim onamni. Kuylamoqqa dil tashna, qo'lga olib qalamni. Onajonim matingiz, kuylamoqqa til ojiz. Qaydin boshlay, qay ohir, mehringizdan dil ojiz. Onajonim matingiz, kuylamoqqa til ojiz. Qaydin boshlay, qay ohir, mehringizdan dil ojiz. Bolajonim qo'nasa, ona sizni o'ylayman. Orom bermay qiynasa, ona sizni o'ylayman. Kechalari beorom tebratib beshigini, alla aytsam to'g'ri, ona sizni o'ylayman. Kechalari beorom tebratib beshigini, alla aytsam to'g'ri, ona sizni o'ylayman. Ona bo'lib o'zim ham baxtdan to'lib boryapman. Kundan kun qadringizga ona yetib boryapman. Ona bo'lib o'zim ham baxtdan to'lib boryapman. Kundan kun qadringizga ona yetib boryapman. O'tiribman hayol surib, ko'kda yulduzlar bisyor. O'sha bebosh bolalik ham ko'zdan o'tmoqda bir-bir. Men bilaman shu tobda men haqimda o'ylaysiz. Qiynadimi o'g'li debon, otamga so'ylaysiz. Men bilaman shu tobda men haqimda o'ylaysiz. Qiynadimi o'g'li debon,
onajonim tolayimki nasib bo'lmish menga ham bu azoblar shirin azob gashli bo'lmish menga ham bu shundayin baxt ekanki yetiktirgan onani tabiatning yorlig'i bu sevintirgan onani bu shundayin baxt ekanki yetiktirgan onani tabiatning yorlig'i bu sevintirgan onani ona bo'lib o'zim ham baxtdan to'lib boryapman kundan kun qadringizga ona yetib boryapman ona bo'lib o'zim ham baxtdan to'lib boryapman kundan kun qadringizga ona yetib boryapman. Nazarimda aziza, ayniqsa siz o'zgacha bir hissiyot bilan ushbu qo'shiqni hozir tingladingiz. Ha, shunaqa. Bu yil ikkinchi bor onalik baxti sizga nasib voy etdi. ikkinchisi bo'ldimi Ha, voy Uyda tabriklayman bilmasmidingiz? O'g'illi bo'ldi. O'shani voy bu qiz qachon o'lguradi ya tabriklayman assalom 9 oylik bo'ldik. 9 Mana oylik. hozir aytganingizdek ona bo'lib tushundim onamni haqiqatan. Assalom. O'ziga yarasha mashaqqatli bir mas'uliyatli ish bu. Va bu ish chunki 24 ga 7 sen har doim ishdasan. Onasan, uni ustiga na maosh olasan bu narsaga. Uxlash haqida o'ylamasa ham bo'ladi. Ha, albatta, sog'liq ham, lekin mukofoti albatta zo'r. Keling bir videoni tomosha qilsak, aziza. Voy bola uxlaganda sen ham yotib uxla. Qaniydi agar real hayotda shunaqa bo'lganida. Albatta hazil olganmiz, lekin haqiqatan aytishadi-ku, bola uxlaganda uxlab ol deb. Lekin buni faqat onalar qancha ish kutib turadi Qancha ish qilib olgin keladi. Bir finjon qahva ichib olgin keladi. Yosh onalar hamma narsaga ulguradi-yu, lekin gohida mashhur kinofilm qahramoniga aylanadi, qo'yadi. Seni ham davolashadi. Seni ham davolashadi. Meni ham davolashadi. Bu serialga shunday obrazda chiqqan edim. Bir video olgim ham keldi. O'sha kinoni esladim-da. Yangi yil arafasida har bir iborasi yodda qolgan shu kinofilmdek filmlarni maza qilib tomosha qilamiz. Albatta, Qani bu ket. odat bo'lib qolgan har yili. Qani? voy mazza qilib bolaligimiz. Nima? Ishlamagan odam tishlaydi. O'rgan student. zo'r filmlar Judayam va bilasizmi, shuni ta'kidlab o'tish kerak, aynan o'zbekcha varianti ruschasidan ham qanaqadir qiziqroq va komediyniroq chiqqan. Bizani aktyorlarimizga ham hattoki barcha o'sha kinoda o'ynagan aktyorlari tan bergan ekan. Ushbu personajga O'zbekiston xalq artisti Vohid Qodirov ovoz bergan va bu yil 100 yilligi nishonlandi va ayni paytda keling Abdumarov akani suhbatimizga taklif etsak, ularning o'g'illarini keling qarshi olsak. yaxshi surprizlaringiz zo'r Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Rahmat. Keling. Qadrdon filmlarni, jumladan Maftuningman
kinofilmni boshqacha bir ishtiyoq bilan tomosha qilishingiz aniq. haligi ishdan ma'lum. Samiraxon tinchlading. Haligi ishdan ma'lum emas. Hammasi ma'lum. Olishmaydi. Doktor chaqiring, doktor. Hozir. Suv. Skor pomosh. Ha. Qushdan ketib qoldi. Yomon. Juda ham yomon. Ha? Kino studiyaga. Rolga tasdiqlashlari uchun siz bunday qarqasha qilmagansiz. Ha, bolalikdan teatr sahnasida siz endi biz ham shu otamizga havas qilib san'atga kirib kelganmiz. Bolaligimizda juda ko'p teatrga borardim, spektakllarni tomosha qilardim. Hattoki birgalikda rol ham ijro etgansiz. biz gastrol safariga boradigan bo'lganmiz. Omonjon Sharipov boshchiligida Odobnoma degan spektakl sahnalashtirishgan. Bizni otamizga aytishdiki, teatr rahbariyati vaqt aka shu guruhni Buxoroga siz olib borib keling deyishdi. Otamiz ham bajonidil xo'p dedilarda, yordam qo'llarini cho'zib Buxoro viloyatiga ketishdi. Ijro etganimizda Odobnomani keyin oxirida o'sha Shumbuladan lavha deb e'lon qilishgan. Shunda men chiqib adam bilan ijro etganman. Ushbu filmdagi eng yorqin obrazlardan biri. Albatta, boyni aldaydigan sahnasini ijro etganman. Endi otamizning har bitta indan keyin degan savollariga Shumbola javob topish kerak. Kulis ortidagi aktyorlarni hammasi diqqat bilan kuladigan joyda kulganliklari eshitilib turgan. Endi men institutni ilk bitirib kelgan kezlarim edi. Ana shunda ilk bor otam bilan o'sha sahnada shuni ijro etganman Shumbolani. Haligi anavi dandan sopli pichog'ingiz bor-ku. O'sha sinib qoldi. Shuni aytgani keluvdim. Xo'sh, undan keyinchi nima qilibsizda? Ro'zg'orda meni pichog'imdan boshqa pichoq qurib ketgan ekanmi? Tog'zi tersini shilyotdi, suyagiga tegib sinib qoldi. Xo'sh, undan keyinchi tozimi terisini nimaga shildilaring? Shoshib qoldik deb boyota o'lgandan keyin terisi uvol bo'lmasin deb shilib qo'ya qoldik. Padaringga nalatar itim nima qilib o'ldi? Xarob bo'lgan otning go'shtidan buku o'ldi. Hozir ushbu tasvirlarni ko'rib ishtaha ochildi. Albatta. O'zi hayotda otamiz kalla pochani juda yaxshi ko'rganlar, kalla go'shtlari. Ko'pchilik aytadi, "Ja, o'xtakam shu ishtaha bilan ana qilib o'tib qilganlar deb." Mana shu mahallamizning og'zida go'sht do'kon bo'lardi-da, Tojiboyga degan odam. Adamiz o'tib ketayotganda, "O'xtaka, ana undan keldi-ya" deb o'sha kalla pochalardan berardi. Agar adashmasam, mana shu film degani ham otamni o'zlari pishirib olib borganlar. Dasturimiz davomida bir necha ming dollarlik qo'ylar haqida hikoya qilamiz. Qolaversa, internet yulduziga aylangan Esma qo'yining egasi bilan ham suhbatlashamiz. Ko'rdingizmi? Ko'rdim, men Ushbu ko'rdim. videoni Juda yaxshi ko'rdim, egasini ham. barcha tafsilotlar reklamadan so'ng bizdan aslo yiroqlashmang. 3 yil mobaynida 100 dona bolasi tushdi. Shu bolasini har birini bo'lmaganda 10 milliondan sotsang ham daromadi yetarli bo'ldi. Buni narxi 10 ming dollargacha, 8 ming dollarga sotmadi u. Qoyil. Hozir namoyish etmoqchi bo'lgan videodagi qo'yga juda katta miqdorda mablag' taklif qilishmoqda, lekin uning egasi bu haqida eshitishni ham istamaydi. Esma, bitta sakrab ber bitta. Bitta yaxshilab sakrab ber. Jonim meni. Esmaning egasini biz topdik. Mushula maliyu tovuq ham etganlarini qilyapti, qo'y ham, echki ham. Nigina, tozala oyoqlaringni, ha? Tozala. Simba Nigina emas, balki Esma haqiqiy internet yulduziga aylandi. Qo'limni yaxshi ko'radi, rostaligarning ishi rostdan ham. Hech qachon tishlamaydi qo'limni. Dasturimiz davom etadi. Abdumarov akani choyxonaga boradigan kunlari ko'p. 18-da bor, 24-da bor, 1-da bor. Kalendar to'la. Shu bois hozirgi video qahramoni o'zgacha oshni tatib ko'rish uchun aynan sizga murojaat qilmoqda. Aziza Nizamova, Umidaxon, Umida Mirhamidova, tez kelasiz dugonalarni olib. Boramiz. Albatta. Men bularni juda ham yaxshi ko'raman.
hammaga murojaat qiladilar. Vaqt topiladimi borgani? Albatta boramiz. Mana shu Bahorda. Bahorda? Yo'q, men yaqin kunlarda boraman. Mayli, bahor. Aziza, bahorni kutish shart emas, chunki Dilmurodning o'zi bugun keldi. Keling qarshi olsak. Voy, assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Dilmurodjon, assalomu alaykum. Voy, buncha yaxshi. Aziza to'yadigan osh. To'yamiz. Endi talashib qolamiz-ku, Dilmurod. Ha, men sizlarga yana katta laganga osh olib kelganman. Ha, bu hali hammasi emas. Azizaning kayfiyati tushib ketdi. Kichkinagina oshchi ekan deb. Yo'q. Ma'quladi, Masila oz olib keldilar, o'zimiz borishimiz uchun. Bu hali boshlanishimi? Ha, boshlanishi. Lagandaga oshni olib kiramizmi? Olib kiramiz. Olib kiramiz. Oshmisan, oshmana. Muncha chiroyli. Bularga yaqinroq qo'ying. Mana. Oho. Hamma tatib ko'rishi uchun. Iliy suyaklari bilan, paylari bilan, voydod. Rosa qish faslida zo'r ketadi-da bu. Dilmurod, oshingizning nimasi boshqacha endi? Endi bizni osh hamma joydan ajralib turadi. Mana Instagramga muhrlash kerak. Hamma joydan ajralib turadi. Endi hozir boyatani fikrni bilamiz. Bo'ldi. Nima deydi? Qani? Bismillahirrohmanirrohim. Bolaligim esimga tushib ketdi. Har doim adamlar shu paymanga berardilar, chaqirib. Qayerda bo'lsam ham, "Ke qizim." Juda mazali. Voy, Mana misol uchun yetmayapti-da, voy shunaqa yaxshi turadi. Diyeta buziladi bugun. Azizim, diyeta buziladi. Buzilishi aniq. Bunaqa osh turganda diyetaga nima bor-ey? Nazarimda hamma gap kayfiyatda. Shunday, ha. Tayyorlashdagi kayfiyat ham o'zgacha qolaversa, taqdim etishdagi. Oho. O'sha shum bolani katta bo'lgan variantiga o'chirgansiz. Oshpazlarning 4-avlodisiz. 4-avloddan bo'lamiz. Avval Samarqandda to'ylarga yurganmiz. Toshkentga kelib, shu yer yoqib qolib, shu yerda qoldim. Borib, masalan, dars olsa bo'ladimi sizdan osh tayyorlash yoki bu qanaqadir sirlari bormi o'zingiz bir? Yo'q, Xudo xolasa buni ham yo'lga qo'ymoqchimiz. Har bir xonadonda bizni oshimiz ta'mi bo'lishi kerak deb o'ylayman. 100%. Agar men lekin osh pishirishni o'rganmasam, yaqorada turish o'rtog'im aniq meni urishadilar. Aziza, osh tayyorlashni o'rganishingiz mumkin, lekin kapgiringiz yo'q. Dilmurodda bo'lgani kabi. Hozir ko'rsatamiz bu qanday noyob kapgir ekanligini. Mana shu meni bobomning dadalaridan qolgan kapgir 150 yil bo'lgan mana. Hammasi ism familiyasi bilan hammanglarni taklif qilib qolamiz. Mana siri nimada? Bizga avloddan avlodga qolib kelyapti. Endi sizni farzandlaringiz ham xudo xolasa albatta oshpaz bo'lishadi. 5-avlod oshpazlari bo'ladi-da. Zo'ra, qandoq? Men o'zi taomlarning ichida eng yaxshi ko'radiganim osh. Hozir ko'rsatuvni to'xtatishimiz kerak, Umid opa. Lekin zo'r ekan osh, haqiqatan. Taom tayyorlash ham bir san'at deyshadi. Albatta, bu Endi Dilmurodga nisbatan bu tom ma'noda san'at, chunki u nafaqat taomlarni mohirona tarzda tayyorlaydi, balki qo'shiq ham kuylaydi. Yo'q-e? O'zga nima dedingiz? Qoyil-e. باران نبینه شیبیر شیبیر Oye. باران نبینه شیبیر شیبیر می برایه وقتی آن شبینه تخمی بدونم میمانده وقتی آن شبینه تخمی بدونم میمانده باران نبیند شیبیر شیبیر می برایه باران نبیند شیبیر شیبیر می برایه وقتی آش بینه تخمی بدونم میمانده وقتی آش بینه تخمی بدونم میمانده رفتم لبی دک وقتی یار بیدار شد
رفتم لبیدک وقتی یار بیدار شد بیا آشه زنیم رفتم لبی آب رویم بیا آشه زنیم رفتم لبی سیاه رویم این وقتی بین انداختگی ایلی کوپین این وقتی بین انداختگی ایلی کوپین این آشه تو زن با مزه از جای دیگر آشش زن با مزه از جای دیگر برنج که سبزی گب میزنه شیما رو برنج که سبزی گب میزنه شیما رو این وقتی بین گوشت ریزد از بالا این آشچه بین گم میزنه دلها رو باران بینه شیبر شیبر میباره باران بینه شیبر شیبر میباره وقتی آشه بینه تخمی بدونه میمانده وقتی آشه بینه تخمی بدونه میمانده sog' bo'ling, qoyilman. akam Samarqandga osh qiladilar o'zlari bordi keldi kamku Samarqandga borib kelib bu yerga oshdamlar shuning uchun men qo'shiq yozib shu video yasab qo'ymoqchi edim ijodkorlik kimdan o'tgan? ijodkorlik videolaringiz ham boshqacha. boshidan bor edi kollej davridan hamma narsaga qatnashib oshlarni tagini kuydirib men oshpaz deb paxta paytiga oshni bo'ldi kuydirib qo'yganman men shunda oshni kuydirdim sandan oshpaz chiqmaydi o'shandan keyin oshpazlikga yanada qiziqishim ortib shu darajada qo'yaman qanaqa oshpaz bo'lishni shu darajada keldik san'atkorlik hamma oshpazlarga xosmi deyman mani akam ham doira chalishni biladi ko'pgina ashulachilarning oldida doira chalib yurgan paytida keyin qo'shiqlar aytib qozonni oldiga shunaqa ishlaymiz-da endi shogirdlar bilan shu paytgacha bir 20 ta shogird chiqardim raqobatchilarni ko'paytiryapti Umid opa yomon kayfiyatda osh qilganingiz bo'lganmi endi bunaqa holatlar ham bo'lgan va osh qanaqa chiqqan o'shanda o'xshamagan chunki o'zimizga sinab ko'rib qilamiz-ku endi bu har bir oshpaz biladigan hodisa-da va bu gaplaringizni navbatdagi mehmonlarimiz ham tasdiqlashga tayyor ular Qashqadaryodan kelgan nima bilan kelgan nima deb o'ylaysiz tandir go'shti Qo'y bilan ko'ramiz nima bilan kelganligini assalomu alaykum xush kelibsiz nima bilan kelishi mumkin Qashqadaryodan tandir gap yo'q lekin demak marhamat keling bugun shunaqa katta dasturxonga kelib qolibmizmi shunaqa bayram oldi mana bir kunda nechta qo'y so'yasiz shuni ayting bir kunda 100 dan ko'proq ana shunaqa talab bor 3 nafar aka uka 15 yildan beri tandir go'sht tayyorlaysiz 15 yilga yaqinlashdi xudo xohlasa zo'r hidlariga lekin gap yo'q kim qoldi uyda hozir uyda o'sha ukamiz qoldi o'rtamizdagi ukamiz kenja bu vazifalar qanday taqsimlangan bizda saniki ush maniki bu ish deyish yo'q yaxshi sifatli xizmat qilish uchun hamma bel bog'lab harakat qilaveradi yangi yil arafasida buyurtmalar ko'pmi ko'p yangi yil arafasida dasturxoni tandirsiz bo'lib qolmasligi uchun hozirdan harakatda lekin joyiga borib yegan boshqacha manzarani ko'ring bulutlarni qarang bulutlardan ham tepada-da ishtaha ham ochiladi kayfiyat ham ko'tariladi chet elga borishni hozir umuman hojati yo'q chunki o'zimiz O'zbekistonimizda shunaqa chiroyli joylar bor Instagramda blog yurityapsiz shunaqa bitta yaxshi ukamiz bor topshiriq vazifa qilganmiz chiroyli kadrlarni chiroyli manzaralarni mehmonlarni fikrlarini yozib boradi bu borada hozir suhbatimizga qo'shiladigan mehmonimizning tavsiyalari
foydali bo'ladi. Keling uni taklif etsak. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kelibsiz. Sardor keling. Marhamat, keling. Assalomu alaykum. Osham bor mana kelishingizga. Instagramda obunachilaringiz soni hozir qanchaga yaqinlashdi? 440 mingdan oshdi. Umid opa, nima deb o'ylaysiz? Nima uchun kuzatishadi Sardorni? Manimcha siz content maker bo'lsangiz kerak yoki Yo'q, men retsept rolik beraman, odamlarga ovqat qilishni o'rgataman. Qanday taom bo'lishi mumkin? Taomni aytmaymiz. Asosiy taom nima uchun kuzatishadi? Shirinlik? Bu qanday taom? Keling yordamlashamiz. To'g'ri taom bo'lsa kerak. U asosan sovuq kunlarda maza qilib yeyishadi. Variant bormi? Okroshka? Besh Yo'q, barmoq. sovuq kunda akrosh Yo'q, yeydi. voy. Sovuq ovqatda sovuq kunda yeydi. Besh barmoq emas. Xosh. Xamirli ovqatlar. Hashga yaqinroq, lekin Hash emas. Iliklami? Xalades. xaladesda. Xalades. Oshpaz. Aziza, sizning uchun Sardor quruq kelganmi? Yo'q, albatta xalazet olib kelgansiz, shunaqami? Oshqozonda joy bormi? Bor. Hali shu narsa yemadik-ku. Qani? Sardorbek, qani? Bu hozir Voy. ikki xil variantda. Go'zalligini qaranglar buni. Qani qo'yingchi? Bayram dasturxoni deyarli tayyor. Deyarli. San'at asari darajasiga Shunday, ko'tarib. juda chiroyli. Rostdan ham o'zingiz tayyorlaysizmi, Sardor? O'zim. Qanaqadir buni farqi bor-a siz tayyorlaydigan? Men tuyoq solmayman. Chunki tuyoqda 3 marta qaynatsizdan baribir hid sezadigan odam sezadi, hidi borligini-da. Tuyoq qismidan tepa qismi, to'pig'i, matalashkasi yoki kachalka go'shtlarida qimmatroq chiqadi tan narxi, lekin yeydigan odam puliga qaramasdan sifatli bo'lsa olishadi. Shunaqa manda. Hidi yo'q. Hammasiga rahmat sabab bo'lgan. Ya'ni odamlar oshpazlarga rahmat deb aytib ketganliklari uchun o'sha payt ofitsiant bo'lib ishlab yurgan Sardor hozir mana 10 yillik oshpaz. Zo'r. Shunaqa rahmatlar eshitish uchun oshpaz bo'lishim kerak ekan. Shunaqa. deb oshpaz bo'ldi. Biz ham sizga bugun rahmat aytamiz bu go'zallik uchun. Va qolaversa tabriklaymiz, yaqinda Sardor uylandi. Tabriklaymiz. Ayolingiz ham o'rganganmi? Endi o'rganyaptilar. Va endi hozir turmush o'rtog'i yordamlashyapti videolar olishga. Hozir qarashyapti, sekin-sekin o'rgatyapman. Ha. Voy. Haqiqiy kollagen ana. Qani tatib ko'ringchi? Ha, qani? Sardor talab ortganmi shu kunlarda? Masalan, bu biznes bilan men 3 yildan beri shug'ullanyapman. Boshida bloger bo'lganim uchun tatib ko'rishardi. Hozir blogerligimni bilishmasa ham yaxshi xalades qiladi deb odamlar bir-biriga taklif qilib, oldindan navbat olishadi. Keyin bilib qolishyapti blogerligimni. Xaladeschi degan nomim bilan tarqalyapman-da hozir Toshkentda. Shu qadar hozir tez ishlash kerak. Videosi ham shunga yarasha. Keling e'tiborimizni monitorga qaratsak. Juda ham zo'r. Haqiqatan zo'r. Mazasi zo'rmi? Zo'r gap yo'q. Aytganlarda hech qanaqa hid yo'q. Mazza qilib yedik. Kaloriyalar yo'q bo'lishi kerak. Bu degani ashula aytishimiz kerak. Mana soat tungi 12, mana jonim kelmadi, mana yana kelmadi. Erta har kun bir gap ushalib qoldi. Telefoni o'tirib, menga aytolmay qoldi. Yana mana yana man seni kutaman. Dasturxon yozib qadamingni kutaman. Bugun gapir yoki osh kelib kelasan. 2da yo 3da saharda bo'ldi da tarafatiya eshiklar yopiladi. Keyingi bekor endi ko'cha bo'ladi. Baribir menga bahonalar o'tmaydi. Eshiklar yopiladi. Uy onda bekor
yopiladi, uy onda bekiladi. Rahmat. Keyingi bekat ko'cha bo'lmasligi uchun oshna og'aynilar bilan yurmay, xolodets, osh, tandir demasdan. bilan uyga olib kelish kerak, uyga kelish kerak. har doim rahmat deyman. Turmush o'rtog'im qayerda o'tirmasinlar, albatta do'stlari bilan qayerga bormasinlar, har doim uyga ham nimadir shirinlik jo'natib yuboradilar. Yegan ovqatdan ilinadi demak. Albatta. Oldin olar ekanda Ulug'bek. Shunda ham shunaqa ashlayotganini qarang bu qiz. Ha. Xotinlarni O'zim yozgan. ko'ndirib bo'lmaydi-da, baba. Ayol kishini ko'ndirib bo'lmaydi. Qo'ndirib bo'lmaydi, to'g'ri. Bundanda qiziqarli suhbatlar oldinda barchasi reklamadan so'ng bizdan yiroqlashmang. 3 yil mobaynida 100 dona bolasi tushdi. Shu bolasini har birini bo'lmaganda 10 milliondan so'tsang ham daromadi yetarli bo'ldi. Buni narxi 10 ming dollargacha, 8 ming dollarga sotmaydi u. Qoyil. Hozir namoyish etmoqchi bo'lgan videodagi qo'yga juda katta miqdorda mablag' taklif qilishmoqda, lekin uning egasi bu haqida eshitishni ham istamaydi. Esma, bitta sakraver bitta. Bitta yaxshilab sakraver. Jonim mani. Esmaning egasini biz topdik. Mushula mayli-yu, tovuq ham etganlarini qilyapti, qo'y ham, echki ham. Nigina, tozala oyoqlaringni, ha? Tozala. Simba Nigina emas, balki Esma haqiqiy internet yulduzga aylandi. Qo'limni yaxshi ko'radi, rosaligani ishi rostdan ham. Hech qachon tishlamaydi qo'limni. Dasturimiz davom etadi. Kuni kecha Namanganda 3-bor xalqaro zoddor chorva hayvonlari va parrandalar ko'rgazmasi bo'lib o'tdi va barcha tashrif buyuruvchilarda katta qiziqish hamda shu yo'nalishdagi biznes bilan shug'ullanish ishtiyoqini uyg'otdi. Lavhamizni tomosha qilsak. Qo'shqotada ustunligi kattaligida bo'y 182, vazni 730 kg, 70 ming dollar bermaganmiz. Katta ko'pkarilarga mo'ljallangan ot bu. Bir ikkita marralari bor. Bu festivalda ikkinchi marta qatnashimiz. O'tgan yilda ham birinchi o'rinni olgan. Assalom. Chiroyliligini qarang, rangini. Otimiz zoti Polsha, Yevropadan keltirilgan, Qirg'izistonda tanish akiradan olganmiz. 170 ming dollarga kelgan ot Qirg'izistondan, uloq uchun olib kelingan. Yoshi 7 da, kilogrammi 800 bir tonna chiqsa kerak. Men 1 yil bo'ldi buni olganimga. Bizga bu ota kasb otamizdan qolgan. Otamiz ham ot boqqan, ot choptirgan. Uyda ham 3-4 tortlar bor, buni orqasiga ko'tarib berishga uloqladi. Juda chiroyligi, oliy o'rinlarga sazovor bo'ladigan otlar bor. Va nafaqat otlar mana shunday qimmatbaho bo'lishi mumkin, balki kabutarlar ham. Sizningcha qancha turishi mumkin, Aziza? 10 ming, 20 ming balkim. 10 ming dollar. 100 ming dollar. Deyarli topdingiz. Bular o'zimiz eski zotlar, tug'dor deyiladi buni. Bahorda 1 yosh bo'ladi bu. Böyle nasl buzmaslikka, o'sha o'ziga nasl qo'shib o'ynadi bu narsani. Bular jupi 10 ming dollar bularni. Biz bunaqa zot o'ta kam, o'shanga narxi qimmat bo'ladi bularni. Makajari bug'doy ham yub beriladi. O'ziga yarasha mashaqqati bor. Bir kunda 2 marta qaraysiz, silaysiz, sog'lig'ini ko'rasiz, vitaminlarni bersangiz, bunaqa zot kam. 10 ming dollarga olgandan keyin 2 marta emas, kun davomida qaraydi-da. To'g'ri. Narxiga eshitib man qoyil qoldim. Kaptarlar oyog'imizdagi uchkizadi. Uchiradigan odatimiz bor-da bizni. Lekin bunaqa zotlar kaptar nima ish qilib berar ekan? Salto otadimi? Nima qiladi? Otadi. Ishqibozlarga albatta hayvonlarni juda yaxshi ko'radigan insonlar bor. Yaxshi ham shunaqa insonlar bor, ularning tilini tushunadigan, ular bilan gaplashadigan. Ular uchun baxt-da, bunaqa insonlar hayvonlar uchun baxt. Va mana shunday insonlardan biri bilan yaqindan tanishamiz. Undan avval yana bir lavhani tomosha qilsak.
Bu zotdor qo'y hisoblanadi. Buni yo'chi endi 2 tishga to'ldi. Bu degani 1 yosh degani. Buni narxi $10,000 $8,000 sotmaydi u. Buni yana boqsangiz yana katta bo'laveradi. Hozir kilosi 100 kilodan oshiqroq. 200 kilogacha anaqa vес oladi. Daromati qolgan qo'ylarga qaraganda ko'proq daromad keltiradi. Bir 10 ta qo'yga qo'shsangiz, 10 ta qo'ydan bolasi tushsa, $2,000 dan olsa $10,000, $20,000 foyda keltiradi. O'ziga xosligi albatta bor. Buni ham xonadoningizga daromad olib keladi. Buni oldida tursangiz har xil kasalliklaringiz, charchoqlaringiz chiqadi. Oldida turib qarasangiz, bularga ovqat berib, o'zi 50 dan oshdi qo'ylarimiz. Chorvamizdagi qo'ylarni olib tushdik. Nasldorlikka yaraydigan go'sht sohasida ham o'sha qo'yinki 150 kilodan 250 kilogacha bo'ladi. Ayqironi hozir 45 million so'm, o'zini 25 millionga olganmiz. 3 yil mobaynida 100 dona bolasi tushdi. Shu bolasini har birini bo'lmaganda 10 milliondan sotsak ham daromati yetarli bo'ldi, xudo xolasa. Qoyil. Hozir namoyish etmoqchi bo'lgan videodagi qo'yga juda katta miqdorda mablag' taklif qilishmoqda, lekin uning egasi bu haqida eshitishni ham istamaydi. Internet yulduziga e'tibor qaratsak. Esma, bitta sakraver, bitta sakraver. Sakraver bitta. Bitta yaxshilab sakraver. Jonim mani. Yana bitta sakraver. Sakra chiqani. Sakra bor. Bor sakragin. Ana sakraydi, ana. Yana bitta sakraver. Sakra. Ana. Ana. Esmaning egasini biz topdik va yaqindan tanishdik. Keling e'tiborimizni monitorga qaratsak. Teatralniy romanni qiziqqanman, lekin kira olmaganman. Maktab bitirgandan keyin sotuvchilikda o'qidim-da, diplom olgandan keyin tadbirkor bo'ldim. U paytda ham mushugimiz, ham sigirlarimiz, ham qo'ylarimiz bo'lgan. Rosa qiziqardim. Hayvonlar o'shanda ham yaxshi ko'rardi. O'z holicha ovqatlar qilib berardi. Issiq kuyasan. Ular kutyapti mana. 17-18 yoshimda bitta Bibi degan mushugim bo'lgan. Mushuklarga o'sha paytda ham ot qo'yib olardi. U nihoyatda ham hamma gapimga tushunardi. Mana hozirgi niginam bor, Simba niginalarim o'ynaymiz desa o'ynamaydi, u o'ynardi. Ular gapira olmaydi, lekin meni gapimni tushunadi. Bu payt ishlardim-da, 6:30da uyda bo'lsam, 6:30da darvozadan chiqib turardi. Onam seni kelishingni biladi, o'sha vaqtini ko'chada turibdi deydilar. O'zini yeydigan narsasini Ingarasi ham yaxshi qaradi, lekin turmushga chiqqanda ham bir marta olib ketib ham qoldi chiqqan joyiga. Keyin yana olib keldi uyga. Men turmushga chiqib ketganimdan keyin 15 kundan keyin ketib qolgan ekan. Mushuklar shunaqa bo'lar ekan, egasi ketgandan keyin ketib qolar ekan. O'zidan o'zi yo'qolib qolgan, ketib qolgan. Topolmadim. Ukam lekin harakat qildi, qidirib, opa topolmayapmiz, shu bilan yo'q bo'ldi. Yo'qolib qolib, qancha qidirdi uni. Tushkunlikka tushib qolgan, qattiq qayg'uga botgan. Farzandga o'xshaganda bu ham. Oldingizda yursa, oldingizda tursa, oldingizda yotsa, yo'qolib qolganda yomon xafa bo'lganman. G'alati bu borgan vaqtimda ham masalan qaynona, qaynotalarim, nega xafa bo'lib keldingiz? Shu bebim yo'qolib qolibdi deganman. Katta bo'ldi farzandlarim, uzatdim, nevarali bo'ldim. O'shandan keyin ozgina mazam bo'lmadi uning orasida. Og'ir operatsiyalar boshdan o'tkazdim. Lekin rosa qiyinchilik bo'ldi. Ancha kasal bo'ldi. 1 yil. Xudoga shukr. Doim umr beribdi. Umr uzun bo'lsin. Sog'lig'im bo'lmaganligi tufayli O'rta Chirchiqda uchastka oldik. O'zimni tug'ilib o'sgan joyim, o'zimga nihoyatda tavarruk, qadrli joyda butlar. Lekin dacha qila olmadik. Uy bo'lib ketdi, sababi Butga kelgandan keyin havasi yoqdi. Rosa oyoqqa turib ketdim, yaxshi bo'lib ketdimmi? Bu yoqqa ko'chib kelib oldik. Bu yerga ko'nikib qoldilar. Keyin qarasam, uchastkada yuribman, zerikyapman-da. Xo'jayinimga aytdim, adasi menga nimadir olib berasiz. Adam ishda bo'lgan vaqtlari uyda bitta o'zlari qolib ketadilar. Ermega bizga kelgan mushuk oldik birinchi, keyin quyonlar oldik, quyonlarimiz bor edi. Keyin birin-ketin shu qo'y, echki olib, bitta kichkina o'zimizning fermamizni qilib oldik. Oldikda, lekin hammasiga ism qo'yib qo'yganman. Endi xafa bo'lishmasin, lekin qo'ydim. Yaxshi ko'rib qo'ydim-da. Hozir 30 tadan oshiq qirda jonzotlarimiz bor, qo'ylarimiz, echkilarimiz. Hammasi mana nima, kim desangiz otini aytib beraman. Hammasini ismlari bor. Uydagilarim hozir Teslam bor, 2 ta mushugim bor, bittasi Simba, bittasi Nigina. Men Nigina deb o'zini yurishtirishidan qo'ydim-da. Keyincha ular bitta otni aytganingizda, masalan, qarab ketmaydi. Ularga har xil ot qo'yib ko'rasiz. Qaysi biri yoqsa, ular ham tanlaydi. Mimi dedim, qaramadi. Moris dedim, qaramadi. Masalan-da, qo'ylarimga ham shunaqa. Keyin Nigina deganimda qaradi.
ko'rdingiz qanday hayvonlarni yaxshi ko'radi? Dilfuza opa Nigina bilan birga bugun kelish kerak edi, lekin Niginaning kayfiyati yo'q ekan. Ana ko'rdingizmi? Shuning uchun Dilfuza opaning o'zi O'zlari bilan keldilar. keldi. Keling, Esma haqida barcha haqiqatlarni uning o'zidan eshitamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Nigina yo'q. Nigina yo'q, kelolmadi. Kelolmadi. Ertalab turganda уже sal kayfiyatlari yo'q edi. Ha. Kelolmadi. Lekin salom. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Keling, keling. Esma qani? Esma qani? Esma uyda. Voy, endi ko'rgani boramiz uni. Boshida oyim aytardilar, aytganimni qiladi, ko'chadan yomg'irdan, loydan kirib kelsa o'tirganda shuni oldi, oyog'ingni artgin deyman, Simbaga o'tiradi, oyoqlarini tozalaydi. Hamma gapimni tushunadi dedilar. Biz ishonmadik, oyi qo'ysangizchi dedik. Men videoga olaman, sen ko'rasan, undan keyin ishonasan dedilar. Keyin bir payt 2-3 ta videolar birin-ketin tashlayotdilar. Oyim aytayotdilar, Simba qilyapti, Nigina qilyapti. Nigina, tozala oyoqlaringni, ha? Tozala. Uya Salimani, nimaga loy qilib kelding? Ha? Masalan, har kun cho'milib turavermayman-ku, hozir qish. Mushular mayli-yu, tovuq ham aytganlarini qilyapti, qo'y ham, echki ham. Qo'ylarim ichida eng gapni tushunadigani Esma. Ke desam keladi. Ovqat yesamsam qozonga qaraydi. Qo'shnimizga chiqsam orqamdan chiqib keladi. Eshik yopib qo'ysam mariydi. Keyin eshikni ochaman, orqamdan chiqib keladi. Hammasi chiqib keladi. Hozir men qo'shnilarimizdan hammasi bilishadi. Opa, hozir chiqdingizmi? Eshik ochib qo'yinglar deyishadi. Hamma mushiklarim, qo'y, echkilarim orqamdan chiqib kelishadi. Mushuk bilan o'rganib bo'lgan. Bu Esmam. Jonim meni, rosa yaxshi ko'raman bularni. Zuhramki, yo Salim meni, yo qizim. Bular unaqa jo'xorini yaxshi ko'radi. Ovqat tayyorlaydilar, ularga turishadi. Tegmalaringizni qarab o'tiradi. Esma desa, Esma keladi, qolgani turadi. Zuhra desalar, Zuhra keladi, qolgani turadi. Qaramaydi ham boshqa ismga-da. Hammasi ismini biladi. Ke Esma, ke qizim. Esma, mana meni jonimga. Meni qizim, ke. Zuhra ke jonim. Qo'limni yaxshi ko'radi, rostaligan ishi, rostdan ham. Hech qachon tishlamaydi qo'limni. Bu yerda Teslam bor. Tesla. Rosa ham aqlli bola. Buni Liliyasi bor. U qirda. U homilador. Bu alpamish. Buchi katta-da, odam qo'rqadi. O'zim ham qo'rqaman qo'chqorda, lekin tegmaydi hech kimga. Xo'jayinim bo'lsa-la chiqazadi. Tesla bemalol yuradi Tesla. Qo'shnilariga ham chiqib keladi kerak bo'lsa. Oyne qarab to'ymaydi. Hammadan chiroylisan Tesla. Ay jonim meni Teslam. Voy meni chiroyligini. Iloji boricha qiziqroq narsalar gapirishga harakat qilaman-da, bular настроениясini ko'tarishni yaxshi ko'raman. Yur, nega yemasan, to'yga olib boraman deyman bir xillarda. Orqamdan borishadi. Bir qo'shniga chiqib kelaylik deyman, chiqib keladi. Lekin hammasi uyalchak. Ke jonim, nimaga qo'rqyapsan qizim? Opalar-ku. Boshda ishonmagan Yo'q, Shahnoza. boshda ishonmadim. Ha. Simba Niginani oyisi, bolasi. Bu endi mushuklaringiz. Mushuklarimiz, ha. Oyim aytadilar, Simba meni qizim deydilar. Niginaga bizani xola deb tanishtiradilar. Xolang keldi deydilar. Biz unga xola bo'lib qolganmiz. O'zi 2 nafar qizingiz bor. Ha, Shahnoza va Dilafruz. 4 ta navaram bor. Mushuk boqadiganlar hammasi qiz bola bo'lsa, voy qizim deb, men o'zim ham misol uchun qizim deb olganman. O'g'lim ana aka keldi derdim. Tushunardi-da shuni. Lekin Simba Nigina emas, balki Esma haqiqiy internet yulduziga aylandi. Ha, Esmam. Esmaga katta pullar taklif qilishdi, lekin yo'q, uni sotmaymiz. Bugun majlis mana hamma yig'ilgan. Telefonni qo'llariga oladilar, hammasini oldiga boradilar to'yxonaga. Mana hurmatli o'rtoqlar, biz rais xonadonidamiz. Bizning uyimiz rais xonadoni, adam raislar. Shunaqa qilib video olishni boshladilar deb. Hayvonlarim to'g'risida, mushuklarim to'g'risida qo'yib yurgan videolarimni 1,5 yildan beri qo'yib yuraman-da. Faqat o'zimizni qarindosh urug'lari orasiga xo'jayinim tarafdan, men o'zim tarafdan ham gruppamiz bor o'sha. Hamma ko'radi-ku. Akalarim, masalan, kenilarim, hammasi yana qo'ying deb yozyapti-da. Bir-biriga ulanib serial bo'lib ketdi. Qiziqib ko'ramiz. Mana yoshimiz katta bo'lsa ham yosh boladek ko'ramiz-da, tashlagan narsalarini. Simba, Nigina. Bir xil o'zimiz ham hayron qolamiz bu hayvonlar bilan muloqot
qilayotganiga. Keyin bu videolarimni ko'rib qizim ham bitta profil ochibdi, men nomimda fermer xola deb. Keyin qizim buni Instagramga qo'yibdi-da. Hazil qilib masalan majlis o'tkazganman. Hayvonlar oldida gaplashganimni ham qo'yganman. Xo'jayinim rais qilib olganman. Hozir rais buva keladilar, majlis, yuringlar sovuqda turmanglar, quyoshga chiqaylik deb orqamdan chiqishdi hammasi quyoshda. Keyin turdik, rais kelmadilar. Keyin majlis tugadi dedim. Tarqalganlarni ham qo'yganman. Ketinglar endi, boringlar. Keyin hafta bo'ladi majlis. Shu videolarim rosa ko'p prosmotr bo'pti-da. 2000 ta, 3000 ta prosmotrlar bo'ldi, lekin Esmani sakragan videosi birdaniga millionga chiqib ketdi-da. Bitta yaxshilab sakraver. Jonim mani. Kayfiyati zo'r bo'lib turgan paytda oyim telefonni olib olganlar. Esma sakratsa, Esma sakrayapti-da. Ko'pchilik yozyapti shu videoni kommentariyasiga. Hozir Instagramda, internetda hamma yoq soxtalik bo'lib turgan paytda haqiqiy, samimiy, tabiiy video bo'lgani uchun bizga yoqdi deb aytishyapti-da endi. Jonim mani, rosa xursandman. Hozirgi vaqtda videolarni tez-tez chiqarib turibmiz. Axvatimiz 5 million, istoriyalarimiz 8000 dan oshuv, layklarimiz 100 mingdan oshgan. Bu juda ham zo'r rezultatda baribir. Kuzatishyapti har xil davlatlardan. Rosa yaxshi fikrlar bildirgan, atmosfera yaxshi degan, qanaqa qilib o'rgatsak bo'ladi degan. Bitta qizdan xursand bo'ldim-da. Xola, katta rahmat sizga. Men bu videoni oyimga ko'rsatdim. Oyim shunaqa xursand bo'lib kuldilar. Meni onammi? Ozgina daqiqa bo'lsa ham kuldirganingiz uchun rahmat. Men rosa xursand bo'ldim. Yaxshi bo'lib ketishimga ham masalan mana shu mushuklar sababchi. Qo'ylar sababchi. Bir kunda 3-4 mahal suv berasiz, ovqat berasiz. Harakatmi? Harakat. Shaharga qaytib bormayman. Qizlarim, keling oyi domda turing. Yo'q, men bora olmayman. O'zi bo'tga o'rganib oldim. Chunki bu yerda men juda ham yaxshi ko'raman, o'zim tug'ilib o'sgan joyim. Hech qanaqa joyga almashmayman. Ishimni bundan keyin ham Xudo xolasa davom etkazaman. Esmani ham olib kelgan bo'lar edingiz. Albatta. Agar u istaganida. U xohlaganda olib kelardim. Xohlaganda olib kelardim rostdan ham. Va shu o'rinda aytish kerakki, ayrim izohlarda yozishyapti, siz yomon ko'rgan odamning ismini qo'yganmisiz, aslida unaqa emas. Yo'q, xafa bo'lishmasin. Men hech qachon bironta odamni mashinaga qo'ymaganman. Hech qachon unaqa narsa bo'lmaydi-ya. Men ularni yaxshi ko'rib ism qo'yib qo'yganman. Bitta Nigina degan qiz bor ekan, yozganlar-da. Meni oyim nechamdir yil bo'ldi o'tib ketdilar. Ovozingiz o'xshar ekan, ovozingizni yig'lab eshitdim. Xuddi oyim chaqirgandek bo'ldi, deyapti-da. Mana kimgadir Nigina deb ism qo'yganimiz yoqmagan bo'lishi mumkin, lekin kimdir onasini eslab yig'lab o'tiribdi-da, xursand bo'lib o'tiribdi. Kuzatuvchilarga ajoyib kayfiyat taqdim etadi har bir videongiz. Va shuni ham aytish kerakki, ko'p harakatlarni yolg'iz bo'lgan paytingizda bajaradi. Yolg'izlikda aytganimni qiladi, ishonasizmi? Esma ham aytganimni qiladi, Nigina ham, Simba ham, hamma, Zuhra ham, hammasi yolg'iz o'zim qolgan vaqtimda aytganimni qilishadi. Mabodo endi har kuni xursandchilik bo'lmaydi-ku odamda. Xafa bo'lib qolgan vaqtlarimda, ozgina yig'lagan vaqtlarimda shunday o'rab olishadi. Simba bilan Nigina sekin o'rnidan turib o'zini silaydi. Qanaqasiga boshi bilan silaydi-da. Sizdan so'rayotgan bo'ladi degandek qilishadi-da. Lekin hammasini ham siz videoga olmaysiz. Yo'q, ola olmayman. O'zi siz kabi o'rgatish mumkinmi? Mumkin, albatta. Albatta. Katta yurak bilan mehr kerak unga. Hamma gap shunda. Hamma gap shunda. Yangi yilgi rejalar qanaqa endi? Yangi yilga Fermer xola qanday videolarni taqdim etadi? Liliya olmoqchiman. Liliya bu Taysonni ayollari desam ham bo'ladi. Teslani. Hozir u ham homilador Liliya. O'shani olaman deb naqvyapman. Videoga olaman. Oyimga va'da berib qo'yganman. 100 mingta obunachi yig'salar sigir olib beraman deganman. Boshida sigir olib berdilar. Lekin sekin-sekin qo'ydan boshladik, echki bilan ulanib. Lekin 100 mingta obunachi yig'salar, albatta sigir olib beraman. Xudo xolis. Va endi keyin biz sigir sarguzashtini Shunaqa. kuzatishni davom etamiz. Tesla qachon bolali bo'ladi? Liliya. Liliya dekabr 15lariga, 20lariga. Bayram oldi, sovg'a ham tayyor ekan. Ism o'ylab qo'ydingizmi? Yo'q, hali. O'ylamadingiz. Demak, sizni kuzatamiz endi. Kommentariyda izohladi. Barcha rejalar amalga oshsin va dasturimiz so'ngida Uyda opa sho'x tarona bilan yakunlaymiz. Barchaga a'lo kayfiyat taqdim etamiz. Sayrang bulbulim sayrang, shu gulning shoxsinsin, yorim ketaman deydi, ayrilib ko'ngli tinsin. Sayrang bulbulim sayrang, shu gulning shoxsinsin,
Barakalla.